Nima desam kerak edi? Xotiniga aytsin, bir kunda bir marta bo'lsa ham telefon qilib tursin. Ha, telefoning gromkada emasmi? Xotinchangga ayt, bir kunda bir marta bo'lsa ham onangga telefon qilsin, qaynonasi oxira. Qilyapman-ku, ko'tarmayaptilar. Qilaqqan ekan-ku, dada. Baloni qiladi, xo'pmi? Siz ham og'zingizni ochib, bunday lallay o'tirmasa, erkak o'xshab dadil gapiring. Xizmatini qilmaganga yarasha, ha? Hey, meni gapimni qaytarmangda, o'zingiz gapiring. Ha, qo'rqasanmi xotiningdan? Ya? Zo'r gapirdi. Nega qara, xotininga oid qarindoshlar guruhiga onlayn kiryapti-da, indamay o'tirib chiqib ketyapti. Yozsin. Nima bizni pisand qilmayapti ya? Ha? Siz ham gapiring bunday. Gaping o'tmayaptimi o'g'lim? Dadil gapiring. Dadil gapirganda ya. Men sizga aytayapman. Yozsin. Yozsin, tushundingmi? Ey erkak. Qarindoshlar gruppasi nimadir deyorma. Nima deyman, nimani har kuni gaplashyapti, turishadi. Xo'p, degan bir marta nimadir deyorgish qarindoshlarimga onasimiz. Ma? Voy, assalomu alaykum, onajon, yaxshimisiz? Bunday tuting, kallam katta ko'rinib ketyapti. Sizlar shunday sog'indik. Yaqinda boramiz. O'chiring. O'ylab qolasanmi? Bo'limi shoh chiqdi endi. Nimani hal qildi shu? Nima bo'ldi? Oy ko'rsatdimi shu? Men bekarchimanmi bilan birga gaplashib o'tiradigan? O'zi antinam yaxshi emas meni. Men qutayman antina yo'q. Evvel mujika makasan ekansan o'g'lim.